Assalomu alaykum, hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri Ko'tarma mahallasiga, ya'ni Ko'tarma massifiga tashrif buyurdik. Sababi bu yerda umumiy 4 qavatdan iborat domlarimizda 4-etajda joylashgan 3 xonadan iborat holatlari idealda turgan kvartiramizda bugun sotuvga e'lonni beramiz. Ko'rib turganingizdek, qarama-qarshi domlarda 4-qavatiga chiqamiz. Hozir ichkarida polностью ko'rsatib o'tiramiz. Yonimda mana yangi domlar qurilyapti. Bu yog'i maktab, bog'cha, hamma yoq yaqin. Deyarli Ishtixonga 10 minutlik yo'l. 4-qavatda joylashgan 3 xonadan iborat domimizda umumiy ko'rinishini ko'rsatamiz. Kiraverishda koridor bitta chiroyligina. Sanuzel joylashgan. Bu yoqda bitta yotoqxonasi, tashqariga qaragan romga ega. Ko'rib turganingizdek, ideal holatda turibdi. Remontlari yaxshi, unaqangi yomon emas. Bu yerda sanuzel. Bu yerda bitta yotoqxona. Tashqariga qaragan romga ega. Xo'p. Bu tomonda bitta xona. Xo'p, oshxonamiz ko'rib turganingizdek, mana bu mebel jihozlar hammasi qoladi. Bu domda ichkari tomoniga qaragan romga ega. Hamma narsasi ishlaydi, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, dokumenti 100% toza va eng asosiysi krediti 100% to'langan. Muddatli to'lovi yoki qanaqadir qolgan krediti yo'q, 100% to'langan. Umumiy qiymati $30,000 deyishyapti va yana o'tib beriladigan joyi bor albatta. Pastda nomerlarni qoldiramiz va o'zimizning 24 soatlik aloqadagi nomerimiz. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, promo egasini nomeriga tushasizlar. So'rashinglar, balkim endi nech pulga berishini bizlar ham bilmaymiz. Balkim endi savdolaringiz kelishib qolsa, anchaga arzonga olib qolishlaringiz imkoniyati bor. Kredit hech qanaqa nimasi yo'q. Endi qarz qanaqa, misol uchun bir variantlari bichimchi qarz bo'lib qoladimi deydiganlar uchun, endi pastdagi nomerlar bilan kelishasizlar. Mo'sh balkim ozgincha yetmay qoladigan joyi bo'ladigan bo'lsa, balkim qarzga ham berishi mumkin. O'shaning uchun kelish kerak, ko'rish kerak, chiroyli dom, maktab, bog'cha, hamma narsa yaqin. Eng asosiysi Ishtixondan uncha uzoq bo'lmagan holatda turibdi. Sizlar bilan Shodiyar Baxtiyorov, Mas'ud Ishtixon barakali uylar jamoasi. Tezroq g'alabaga chiqsanglar, mana shunaqa xonadon sohibiga aylanasizlar.